Munozara klubini bugungi sonida muhokama qiladigan masalamiz yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish va naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish mavzusiga bag'ishlanadi. Yashirin iqtisodiyot degani bu qonun bilan man etilmagan, lekin soliq to'lash yoki qonun hujjatlariga rioya qilmaslik maqsadida berkitilgan iqtisodiy faoliyat tushuniladi. Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash faqatgina 4 ta 5 ta tashkilot emas, butun bir jamiyat tomonidan kurashilsa, bu albatta o'zini samarasini beradi va natijasiga erishsa bo'ladi. Bugun biz yana qaysi sohada huquqiy bo'shliqlarni to'ldirishimiz kerak. Ya'ni bugun vaqt kutmaydi. Buni davlatimiz rahbari bir necha bor ta'kidlayaptilar. Men nima uchun kartaga kirim qilishim uchun ham komissiya to'lashim kerak, ishlatishim uchun ham. Ishlatish uchun hech qanaqa komissiya ishlatmaydi. Hozircha demak baryer sifatida ko'rayotgan bo'lishi mumkin xalqimiz buni. Bankka borib, vaqt sarflab, escrow hisob raqam ochib, keyin notariusga kelib turib. Buni yechimi bor. Yechimi sifatida demak bu bevosita 37-90 nizomda ham o'qib qarashlari mumkin. Unda o'sha bank kartalari, karta raqamlari, hisob raqamlari hamda elektron hamyonlar ham escrow hisob raqam sifatida foydalanishi va kelgusida bankka bormasdan turib undan foydalanish mumkinligi demak yozib ketilgan. Fuqarolarimizda kreditlari bor. Endi u plastik kartasiga pul tushiradigan bo'lsa, kreditga yechib oladi yoki boshqa holatda bo'ladi. U shaxslarimizda qanaqa? Bu masalaga yechimlar bor. Avtomat kredit yechmaslik uchun aholiga bir salgina moliyaviy savodxonligini ham oshirishimiz kerak. Vaqtida kreditini to'lab yursa, hech qanaqa avtomat kartasidan pul yechib olmaydi. Men tadbirkorman, tamaki mahsulotlari bilan shug'ullanamiz. Taqiqqa qo'yilgandan keyin sotishni to'xtatdik. Men misol uchun umuman sotmayman bu narsa, lekin har 3-chi do'konga kirsangiz shu narsa bor, faqat noqonuniy. Qonun bilan taqiqlangan narsani soyadan olib chiqish mantiqsizlik bo'lib qoladi. Uni o'sha ikkinchi bergan taklif nazorat kuchaytirib, uni yo'qotib tashlash kerak yoki chegaradan kirib kelishni to'xtatish kerak. Naqd pulsiz siyosatga o'tilyapti, prezident farmonida belgilab berilyapti. Juda ham to'g'ri savollar ko'taryapti hozir partiyamiz vakillari, fuqarolarimiz ham. Ya'ni bu yog'i sodda bo'lishi kerak. Odamlar qiynalmaslik kerak. Albatta buning uchun regulyatorlarimiz ishlashi kerak. Iqtisodiyot rivojlangan sayin uni yonida bitta qonun ishlab chiqarilsa, jinoyatchilar uni aylanib o'tish yo'llarini qidirgani kabi, bu yashirin iqtisodiyot ham yonida rivojlanib boraveradi-da. Yonida qaysidir yo'llar topishga harakat qiladi. Jismoniy shaxslar tomonidan ko'chmas mulk yoki avtotransport vositasi sotiladigan bo'lsa, Soliq kodeksining 378-moddasiga asosan avtotransport vositasidan olingan daromad soliq tortilmaydi.